O'sha ikkitalik overhandni juda noqulaylik tug'diryapti. Yana bir zarbani o'tkazib yubordi. Ehtiyot bo'lish kerak. Hujumga berilib ketib, biroz himoyani unutdi Qurbonov. Hisob ochilyapti do'stlar. Va ikkinchi raund o'z yakuniga yetdi. Bor, u tajribali jangchi Tyulyulin ham. Mana Muzaffar Xudoyqulov murabbiyi Bobur Qurbonovga kerakli ko'rsatmalarni beryapti 3-raund uchun. Mana takroriy lavhalar. Mana o'tkazib yuborgan, o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Mana MMAda jang qilganligi bilinyapti-da. Ya'ni o'sha yiqitgandan so'ng zarbalar seriyasini davom ettirmoqchi bo'ldi, lekin keyinchalik esiga tushib qoldi shekilli to'xtatdi. Va referi ham aralashdi. Do'stlar, jang tobora qiziqarli tus olmoqda. Markaziy jang Bobur Qurbonov, Denis Tyulyulin qarama-qarshiligini kuzatyapmiz. 3-raund qadrli do'stlar, boshlandi u. Jeb. Navbatdagisi. Tanaga. Arena qo'llab-quvvatlayapti Bobur Qurbonovni. Endi shoshilmayapti. Endi aniq reja bilan zarbalar yo'llamoqchi Qurbonov. Follashdi. Tyulyulin ham yana bir jeb zarbasi Qurbonov ijrosida. Tanaga zarba. Yaxshi, aniq. Oldi qo'l Qurbonov. Asta-sekin masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Oyoq harakatlari bilan bu vaziyatdan chiqib ketish kerak Qurbonov. Yaxshi! Chap qo'l, overhand. Yana ochiq jangga kirishdi, ketma-ket zarbalar. Ehtiyot bo'lish kerak, lekin ochiq jangda. Qurbonov esa aksar aniq. O'sha ikkilik overhand zarbasi baribir muammolar tug'diryapti. Tyulyulinga odatda overhand zarbasi bittalik yo'naltiriladi-da. Aynan shu chalg'ityapti rossiyalik jangchini. Uchinchi raund ham o'z poyoniga yetdi do'stlar. Juda ham qiziqarli jang. Nazarimda ushbu turnirning eng qiziqarli to'qnashuvi. Albatta oldinda ikkita raund bor qadrli do'stlar va kardio gapiradigan nuqtalarga tobora yaqinlashib boryapmiz. Hozircha Bobur energiyani to'la to'kis to'g'ri taqsimlay olgan har bir raund uchun, lekin rossiyalik sobiq UFC jangchisi esa birozgina holdan toygandek ko'rinyapti. Balki bu aldamchidir. Lekin yuzaki qaraganda shunday fikr bildirish mumkin. 4-raundda barchasini bilib olamiz. Demak, boshlandi do'stlar. Tanaga hujum bilan boshladi rossiyalik jangchi.
Qurbonov ham mana shunday zarba bilan javob qaytardi. Yaxshi qarama-qarshi zarbalar Qurbonovniki aniq bo'ldi. Mana yana ikkilik overhand. Bilib oldi endi. Tyulyulin ham ikkitalik overhandni navbatdagisi. Biroz aniqlik yetishmadi-da. Yaxshi kutib oldi o'ng qo'l huk bilan. Qurbonov ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalarda. Yana bir yaxshi urinish Qurbonov. Jeb o'tdi. Oldi qo'lda faol ishlayapti Tyulyulin. 4-raundning tugashiga 20 soniya qoldi. So'nggi 10 soniya. Yana bir overhand. Javob qaytarishga harakat qildi Rossiya vakili va shu pallada 4-raund yakuniga yetdi do'stlar. So'nggi raund qolyapti. Ortda qolgan 4 raund mobaynida hamyurtimiz anchagina faol. Aniq zarbalar soni ko'p. Knockdownlar hisob bo'yicha ham oldinda. Demak do'stlar, so'nggi raund. Главный раунд турнира, друзья! Посудите спортсменов! Bu yog'i MMA. Ha, to'g'ri tushunish kerak. Har ikkisi MMA jangchisi. Clinch. Bobur. Biroz oyoq harakatlarini qo'shish kerak. Ya'ni bunaqa vaziyatdan chiqib ketish kerak-da. Bor imkoniyatini ishga soladi baribir. Rossiya vakili yaxshi. Mana shunday aql bilan harakat qilaverish kerak. Ustunlik Qurbonov tarafida. Yaxshi. Bo'ldi. Mana shunday harakat qilaverish kerak. Yaxshi kutib oldi, oldingi qo'l. Ha. Klinchlar bilan o'tyapti. Bu raund deyarli. Yaxshi, mana bitta aniq zarba. Yana klinch. Ajoyib. Zo'r ishlayapti Bobur. Yana bitta oldi qo'l, ikkilik. Orqa qo'lini ham o'tkazib oldi. Kapaga e'tibor qaratish kerak referi. Yana bir zarba, yana klinch. Ajoyib.
Yo'q, mana chiqmaslik kerak klinchdan. Biroz xavfli vaziyat yuzaga keldi. Yaxshi. Va shu tariqa do'stlar jang o'z poyoniga yetdi. Ajoyib jang, ajoyib qarama-qarshilik. Albatta Bobur Qurbonov ushbu jangda shubhasiz g'alaba qozona oldi. Albatta bu bizning fikrimiz. Yana kim biladi deysiz. Hakamlar qanday qaror chiqaradi. Lekin barcha jabhada yurtdoshimiz ustunlik qildi. Knockdownlar soni bo'yicha ham, aniq zarbalar soni bo'yicha ham. Faollik borasida ham. Lekin qoyila 5-raundga ajoyib taktika qildi. Ajoyib taktika qo'lladi. Bitta aniq zarba klinch va bitta aniq zarba yana klinch. Chunki Rossiya vakili bor imkoniyatini ishga soladi. Что за поединок? Oldingi qo'l, jeb zarbasi mana klinch va darhol klinch. Организация будет бонус каждому из спортсменов. Главное все уважение. Прекрасный бой. Вы показали класс. Бабу, шикарная форма. Скажу честно, да, Дэн мой старый друг, мы знакомы 20 лет, поэтому я там сорвал голос, болею за него, но очень качественный поединок, и я думаю, все понимают, кто выиграл в этом бою. Demak do'stlar, jang g'olibi При поддержке Федерации профессионального бокса Узбекистана бойцовская лига Прайм показала первый международный турнир на Хумо-арене. Asosiy jang g'olibi. Победитель главного боя вечера. Единогласным решением судей победу одержал Qashqadaryo Bobur Qurbonov. Bobur Qurbonov hakamlarning yakdil qaroriga ko'ra g'alaba qozonyapti do'stlar. Tabriklaymiz albatta Bobur Qurbonovni, murabbiylarini, yaqinlarini, barchangizni. Ajoyib jang. Большое тебе уважение за этот поединок. Qadrli do'stlar, Zo'r TV telekanalidan uzoqlashmang. Boisi dasturlarimizni siz sevgan, yoqtirgan filmlar hamda futbol uchrashuvlari kutib turibdi. Hozircha esa xayr-omon bo'ling deymiz. Показать характер, опыт, дисциплину, все то,